Assalomu alaykum Liderkirol kanali obunachilari. Oldingi safar videoda qo'ygan, sotuvga qo'ygan qo'yonlarimiz уже sotilib bo'ldi. Bu safar уже cho'zilib ketdi. 2 hafta bo'lib ketdi. Уже 1 haftada sotilib ketardi. Bular o'sha auksionda sotildi. Ikkita samka Andijon shahrining o'ziga sotildi. Xudo xolasa bir kunda chiqazoraman. Ko'pchilik telefon qilib, endi yangi obuna bo'lganlarim bilmadim. Telefon qilib Velikan bormi, strakachi bormi, sotuvda, Flander bormi deb ko'pchilik so'rayapti. Shu quyon ferma, shu Liderkirol fermasi endi mini ferma desa ham bo'ladi, unchalik katta emas. Shu quyonlar bor xolos, 2-3 ta xilli zotli. Xo'p, asosiy urg'u Liderkirol fermasida gollandlarga berilgan, asosiy gollandlar bor. O'zim qiziqishim bo'yicha gollandlarga qiziqaman. Bir para xatot bor. Bu bollari endi parasi, samesi bu yoqda. Bir para karlik baran bor. Bularni yaqinda olib kelgan, bir hafta ham bo'lmadi. Bitta karlik samka bor. Bo'ldi. Boshqa zotlik quyonlar yo'q. Xo'p, strakachida boqdim. Cho'ta yoqmadi, shuning uchun sotib yubordim. Bu Flanderni boqmaganman, shu Kalifni ham, Velikani ham boqmaganman. Hali beri shu boqish niyatim yo'q. Bu yo'llarga shu kletka qilib, go'sht yo'nalishida bir kun olib kelmoqchiman, boqmoqchiman. Shu boshqa zotli quyonlarga hali qiziqish yo'q. Keyin narx masalasi. Endi asosiy gollandlar sotuvda bo'lgani uchun ko'pchilik narxini ko'tarmayapti. Ko'p odam balki shu zotni tushunmaydiganlar bo'lishi mumkin. Xo'p, menda eng kami telefon qilishib 20 minglik quyon bormi, 30 minglik quyon bormi deb so'rashyapti. Endi bilmadim, jaydari quyon ham unaqa narx bo'lmasa kerak. Bu temboyli bu zotli quyonlar menda eng kam narxi 100 ming. Eng tepasi donasiga u ham bir donasiga eng kami 100 ming, eng balandi shu golland bo'lganicha asosan maska sharfi kelgan kelmaganiga qarab narx belgilanadi. Eng ko'pi 300 ming. Donasi, parasi emas. Endi u 100 mingliklar ham har doim bo'lmaydi. 100 mingliklar ham qanaqa mana. Shunga o'xshab maska sharf tekis kelmagani bo'lishi mumkin. Maskasi yaxshi kelgan, sharfi ozgina kelmay qo'ygan. Shularni 45 kunligini sutdan chiqqandan keyin endi bular 2 oylik 100 mingdan beraman. Har doim ham 100 minglik quyon bo'lavermaydi. Bularning ichida ham shu maska sharfi kelmagani bor. Shularni ham 100 mingdan beraman. Endi bularning ichida bitta sotiladi xolos, o'zim zotga olib qolaman. Nimaga 300 ming deb ko'pchilik qimmat deyapti. Endi buni sababi ham bor. Bu zotli quyon, bu xashak quyon emas, o'zimiz jaydara quyonga o'xshamaydi. Endi zotga deb boqqandan keyin buni go'shiga hisoblanmaydi yoki boshqa narsasiga go'shi hech qancha chiqmaydi. Ularni chiqsa bir 2-3 kilo chiqadi, rasa chiqqani. Bo'lmasa 2 kilo shuna atrofida chiqadi xolos, 3 kilo ham pasti chiqmaydi. Zotga degandan keyin go'shiga hisoblanmaydi. Shu zotni prosta o'zini olib boqiladi. Xo'p, men temboyli shu boshqalardan ko'ra arzon sotaman. Gruppalarda вообще qimmat bular. Yana bitta narsa. Xo'p, quyonlarga Royal Fed beraman. Shu narxini ham, shu narsani ham tegishli. Royal Fed beraman. Shu asli shu Toshkentda chiqadi Royal Fed. Andijonga kelib shu ferialga olib kelishadi. Toshkentda adashmasam bir qop Royal Fed universali. Yana shu universalni beraman. Bir qopi Toshkentda 135 ming bo'lsa kerak adashmasam, Andijonda ferialga olib kelib sotishadi. Xo'p, 165 ming, premium bor, premium 185 ming shunaqa. Endi effekti yaxshi bo'lgani uchun shu ko'rimdan beraman. Men Andijon shahrini o'zida yashamayman, chekkaroyda, qishloq joyda. Shuning uchun menga kelgani uchun yetib kelguncha taksi puli hamma nimalar bilan pashti 200 mingga aylanib ketadi bir qopi. Bir qopini men beraman. Hozir qish kunida quyonlar ko'p yeydi, adashmasam
15 kunga ham yetib bormaydi. 200 mingdan 400 ming bir oyiga. Unda ham tejab bersam, bo'lmasa 10 kundalik yeb qo'yadi u bir qop qo'rimni. Yana ham o'sha bir oyiga 400 ming bo'ladigan bo'lsa, vaksina ishlari bor. Shunaqa hashar beraman. Buni ham pulga olaman. Toza chang yo'q, toza quritilgan hashak. Shunaqa rasxodlari bor. Oyiga общий hisoblaganda 500 mingdan o'tib ketadi. Men 20 ming so'm, 30 ming so'mdan sotadigan bo'lsam, men minus ishlashim kerak. Bularni sotgandan keyin hech bo'lmasa o'zi pulini chiqarish kerak, yemini pulini chiqarish kerak. Vaksina ishlari bor bularni. Keyin eshik ochiq qolib ketgan ekan, sovuqda 3-4 tasi shamollagan. Penstrep degan dorisi bor, ukol qilish kerak. 100 milligrammi, adashmasam 300 ming turadi, u ham arzon emas. Keyin telefon qilib, bittasi telefon qilib aytadi, eng zo'ri qaysi biri shu bolasini Mas'ud Sharif tekis kelgan. Adashmasam u oxir tarafdan shevasi shu tarafga tortdi. 300 ming dedim, donasini 300 ming desam, 300 mingga echki beradi-yu deydi. 300 mingga echki bermasa kerak-ku, echki berganda ham 1 yilda bular olib kelgan foydani ular olib kelmaydi, echkilar. Tug'sa bir bolasidan foyda olib kelishi mumkin, boshqa narsadan foyda olib kelmaydi. Mana misol uchun shu samkani 2-3 oy oldin $100 yaqin olganman. Ana narxi esimda yo'q, lekin shu $100 atrofida bir marta tuqqan, 10 ta tug'di. Mana bolalari yaxshi ko'rinmayapti, bilmadim. Bittasi o'lib qoldi, 9 ta qoldi. 9 tadan 4 tasini Mas'ud Sharif umuman kelmagan. O ichkarida yotibdi. 4 tasi Mas'ud Sharif kelmagan, 5 tasini kelgan, zo'r kelgan. Donasini 300 mingdan kamiga bermas bularni. Misol uchun sotsam, men sotmayman, sotga olib qolaman. Sotsam 300 mingdan kamiga bermay, oladigan odamlar ham bor. 300 mingdan sotganimda ham shu enasini pulini chiqarib oladi. Ham samka o'zim yonimga qoladi. Ham o'sha foydaga ham chiqqan bo'laman. Shunda o'zim misol qilib olsanglar bo'laveradi. Qimmatini olib boqsanglar, bolasini ham shunaqa qimmatga sotasizlar. O'zi samkani ham buncha odamni bunaqa samka o'zi sifatini tushunganlar tushun bo'ldi. Bular u 200 ming Telegramda auksionlar bo'ladi. Har 3-4 kunda bir kirsanglar $100, $200 ga sotiladigan quyonlar bu 200 minglik hech narsa emas bular. Men zotga degandan keyin baribir quyon qimmat bo'ladi. Endi men arzon sotaman o'sha gruppalardan. Kirib o'sha Telegramda gruppalari bor, kirib ko'rsanglar bunaqa narxga bermaydi. Keyin yana bitta narsa telefon qo'lishib, lokatsiya tashlab bering, ertaga boraman, indinga boraman deydiganlar bor. Ko'pchilik telefon qilib olmaydiganlar chiqib qolyapti. Hozircha sotuvda quyon ham yo'q. Endi 3-4 kun oldin rasa ko'pchilik telefon qilyapti. Shunaqalar olmaydigan narsalarga meni ham o'zinglarni ham vaqtinglarni olmanglar. Bekordan nomerda YouTube'da olib sahranit qilib, lokatsiya tashlab bering deb telefon qilib vaqtinglarni ketkizib, meni ham vaqtimni olyapsizlar. Boshqa narsaga bo'lsa, mayli bemalol telefon qilaverasizlar. Bularni ko'pchilik vaksina ishlarini tushunmaydi, kasal bo'lib qolsa qancha ukol qilishni bilmaydi. Shunaqalar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Qo'limdan kelgancha javob beraman, lekin olmaydigan narsalarga meni ham o'zinglarni ham vaqtinglarni olmanglar. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib o'tishingiz sizdan chiqmasin. Hammalarga rahmat.